Good. En sağlaşlar, şu bugünkü dersimizin time moyun boğan devletinin isimleri hem de şu devlet teveliklerini bir bugüne bakayla. Devletinin isimleri degen nima arasanglar şu name of the country, name ismi country devlet şunama. Andaqda devlet tevelik vergen nima deymiz sanlar nationality. Okay? Nationality. Nationality deganimiz nima? Devlet teveliki. Xo'sh, hamsa bir qarab bakayla. Endi birinchi devlet nima arasanglar France. Okay? Fransiya degani France deymiz. Endi Fransiyalik yoki Fransiyaning deganda-chu French. Okay, nationality nima bo'ldi desanglar French. France diqqat, France, French. Fransiya, French, Fransiyaning Fransuz tili. Okay. Next one is Germany. Okay. Germany. Okay, Germany. And the Germaniyalik bo'lsa German. Masalan, German car, a German student deganda-chi. Okay, next one is Japan. Okay. Japan, Yaponiya, Japanese. Okay, Japanese, Yaponiyalik. Korea, Korean, Koreyalik. China, Chinese. Oh, sorry, Chinese. 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 Demek hamda Jungu degani China, nima? Chinese. Okay. And the king's name qaranglar Sweden. Okay, Sweden. Okay. Ana Sweden degani nima desanglar? Shvetsiya. Endi Shvetsiya degan shu Yevropadagi xil taraqqiy qilgan davlat. Shvetsiya balkim sizlar shu kitoblardan, tarixiy materiallardan, masalan, burunqi Shvetsiyaniki har xil shu ekspeditsiyalarni Sweden deganlar, shunday qilib nurg'un tarixiy materiallarni, o'nindan nurg'un yodgorliklarni ketgan, shunami? Endi bu Shvetsiya, uningdan sirt yana shu maktablar jihatda, masalan, korxona boshqarish turida emas, mehmonxonani boshqarish va boshqa turlar intayin dag'liq. Bu nima? Sweden deymiz, Sweden, Shvetsiya. Ana Shveysariya degan balkim adanglar. Endi Shveysariyada chiqqanlar, masalan, qo'l soati, shunami? Endi Dunyo bankisi ana dag'liq Shveysariya, uni Swedish demaymiz, uni Swiss deymiz, Shvetsiyaning, shunami? Ana bu yer Sweden, Shvetsiya, Swedish. Okay, Swedish degan Shvetsiyaning degan gap bo'ldi. Okay, keyingisi nima desanglar? England. Okay, England. Okay, England deganimiz shu England, English degan-chu, Angliyalik degan gap. Okay. English. Ana bu keyingisini qarasang, cho'qim o'lchamda o'qinglar bolalar. Jiq bola. Amerika deb derkan. U Amerika emas. Diqqat. Mana telaffuz qilamiz. Birinchi tovush nima? Emasmi? Shunami? Ikkinchi tovush nima? Dahmu shunga urg'u tushdi. Shunaqa? America. Tushunalmi? America. Hargiz Amerika emasmi? America. Get America. Endi Amerikaning boshqa American. Da beringlar. American. Yaxshi. American desang xato. Yana bir o'qib o'taylik. American. Okay, America. Shunami? Okay, next one is Italy. Okay, Italiya. Shunami? Italy. Okay, Italian. Okay. And the Italian boshqa Italiyalik, masalan, Italian pizza. Okay, Italian noodle deb olgan Italiyalar mana degandek tushunami? Okay, Italian deymiz. Abrisni Italy. Okay, bir takrorlaylik. Vash sizlarma. Birinchi davlat ismi nima dersanglar? France, French. Germany, German. Japan, Japanese. Korea, Korean. China, Chinese. Sweden, Swedish. England, English. America, American. Italy, Italian. Okay, mana Italian.
boshliqqa urg'u tushadi. Okay guys, can you do these? Bularni o'zgartiramiz-da. Qaranglar. Birinchi sizning qizingiz. Ne deymiz? Sizning degani your, qizingiz degani daughter. Tushunami? Your daughter. Okay. Endi mening o'g'lim degan bo'lsa. Mening my, tushunami? Okay, my son. Okay, bir mashina. Albatta bir degandik-ku. Nima? A car. Get. Xo'sh, endi qaranglar, my name is Jack. Okay, my name is Jack. Endi mushu so'zlarniki savol shakliga bir aylantirib qo'yinglar, vallah. My name is Jack. Okay, mening ismim Jack. Endi ismingiz nima deganingda so'raymiz. What is your name? What is your name? Okay. And how do you do? Okay, how do you do? And how do you do degan nima ekan? Tunji qata o'shirqanda, voy ahvolingiz qanday degan gap, ha? Voy qanday turibsiz, tushunami? Desak, okay, bu benim deymiz. How do you do? Okay, how do you do? Desa, how do you do? Qanday turibsiz, tushunami? Okay, buni keyingi darsda so'zlaymiz. Ansi men bo'lsam germaniyalik. Buni nima deymiz? Okay, men bo'lsam germaniyalik. Okay, I am German, tushunami? Endi buni savol qilsak, are you German? Okay. Are you German? Okay, good. Okay, endi qaranglar, u bo'lsa niyalik emas, u bo'lsa Yaponiyalik emas, u bo'lsa Fransiyalik. Okay, masalan, she's not Japanese, she is French. She is French. Okay. Endi bu mening mashinam emas. Bu shunday emas. Okay, nima? This is not my new car. Okay, mening yangi mashinam nima? Emas. Tushunami? Okay, endi keyingisi. Qarasanglar, are you new student? Are you a new student? Siz bir yangi o'quvchimi? Yo'q. Men emas. Okay. No, I am not. Okay. Endi u bo'lsa, bu yangi o'quvchi. Yana bir odamni ko'rsatib tushunami? He is a new student. Tushunami? Endi arkadaşlar, endi bizning 5-darsimiz mushagacha bo'lsin. 6-darsimizni ko'rib, bu darsga yangi uqumlarni, yangi mazmunlarni bir takrorlasanglar. Okay. That's all for today. See you next time. Goodbye.